traditional Samarkand paper-making process. Shoxlari qaynatyapti mana. Birinchi bo'lib xitoyliklar tomonidan ular toplanadi. Ikkinchi uchasini Xitoyda ular toplanadi. Qog'oz o'sha davrda 6 million mana bu yerda qozonlarimizda 5 soatga qadar qaynatiladi. Qaynagandan keyin po'stloq mana bunday yumshoq holatga keladi va tolalarga ajraladi. Keyin buni olib borib tegirmonga tashlaymiz. Suv yordamida maydalaymiz. Masalan, ushlanadi. Yonida bir kishi aylantirib, aralashtirib, hamma joy yaxshi bo'lishi uchun mana bunaqa ham qog'ozga eslatib oladigan narsaga chiqib kartonni ivit saytida bo'ladi. 9 soat mana bu yerda maydalagandan keyin buni olamiz. Suvga yana 2 kilogramm 50 litr suvga qo'shiladi. Qaraymiz mana. Bu yerda oddiy suv va taraf po'stlog'i aralashtiriladi. Qolipni suvga botiradi. Hozir faqat o'zimi yo'q, faqat o'zi. Kecha qo'ygan olib paxtalik matosi olinadi. Paxtalik matoni orasida qog'oz nam holatda влажный, да, пощуп. Buni quritish kerak. Quritishga paxta yoki bo'laklar Dan сищи его. qo'yib, unga yopishtiriladi. Quriydi. Yozda shunday o'zini ishlar ekan. Oddiy shotka bilan ortiqcha havosi chiqarib tashlanadi. Yozda 2 soat quriydi, qishda 1 kunda. Qurigandan keyin mana bunday qog'ozga aylanadi. Qadr budur notekis qog'oz. Chunki buni hozirgi holatda ishlatsa, o'ziga siyohni ko'p tortib oladi. Buni silqish kerak. Hozir mana bu jarayoningiz ham ketma-ketlikdanmi o'zi? Ketma-ketlikdan. Mana qarang. Bu yerda shox. Chig'anoq bilan 15 daqiqa har bir qog'ozni mana shunday Polissage, la colle, copiage, la gare. Donc, petit 15 minutes polissage. mana shu ko'rinishda silqanadi. Keyin bu mana bunday yupqa holatga keladi. Shox bilan hozir ikkalasini etap-metap qilasizlarmi yoki bittasi? Ikkovi ham bir silliq beradi. Bunaqa yaltiroq qog'ozga aylanadi, ko'ryapsiz? Разумник строится севет мой, вот так. Buni ishlatishga tayyor. Hozir tayyor. Bu qog'ozni hozirgi kunda